Sherobodliklar to'g'risida yana gapirmasa iloji qolmayapti. Mana tog'lar, tagida aholi, anorzorlar, mana qizil suvlar oqayapti, qizil suvlar. O'rtada bar yurbar faqat mana Sherobodga yaqinlashyapmiz, bar aholisi mana shunaqa suvlarning yonida bir tomon tog'lar, oldimiz esa Sherobodning markaziga qarab yaqinlab kelyapmiz. Sherobodliklar qanday baxtlisiz. Shunday chiroyli joylarda yashayapsiz. Sherobodliklar mana qizlari ham chiroyli, go'zal mana. Ko'zlar tegmasin. Bu tomonlari qarang do'stlarim. Nega unday bo'layapti bu? Bunaqa. Mana shunaqa joylardan kirib kelyapman Sherobod. Sherobodliklar mana toshlarni kesib yo'l qilgan. Sherobodliklar mana shu do'stlarim, qizil suvlarni ko'ringizlar. Tomondan kelyapti, qayerdandir kelyapti. Sherobodlik do'stlarim. Sherobodga yaqinlashib kelyapmiz markaziga. Lekin nima bo'lganda ham mavqelar ham juda chiroyli joylar, sarjazorlar, tomonda tog'lar. Shunaqa do'stlarim, ishlab chiqarish bo'lyapti ekan. Nima bo'lganda ham Sherobodliklarga bazayagan yo'llari zo'r ekan. Qolgani bo'laveradi. Bu yerlarda bir karyerlarda nimadir shag'allar ishlab chiqaryapti ekan. Asfalt chiqarar ekan shekilli bu joylardan. Do'stlarim. Sherobod va yana Sherobod. Sherobodliklar bundaqa bu yoqda ham karyerlar bor ekan Sherobodliklar uchun. Tog'larni o'yib, toshlarni maydalayapti. Mana anorlarni ekib qo'yibdi, anorlarni narigi betlarida anor. Savdo-sotiq ham yomon emas. Do'stlarim, mana Sherobodga o'sha markaziga juda ozg'in masalalar qolyapti. Sherobodga kelmabsiz, dunyoga kelmabsiz.